Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Usta bolalardan yangi image fasadimizga, ya'ni Lucento. Bu hozirgi talabga javob beradigan fasad qismiga zo'r yarashib beradigan remontimiz. Bu nimaga yarashib berishining sababini aytib ketaman. Hozirgi talab matve ham bo'lmasin, yaltirab ham ketmasin deyapti. Bu xuddi o'sha fonni beradi. Ya'ni uyingiz devoriga tovlanib, qorni surib qo'yganga o'xshagan fon beradi. Men o'zbekcha qilib tushuntirib berdim. Именно mana shunaqa tor hovlilarga zo'r tushib beradi, chunki asosiy fon oq bo'lgani uchun yorqinlik, kenglik beradi bu fasadimizga. Bu uchastkamiz o'zi gluxovoy, ya'ni suvda tekisiydi. Bu yerda ko'rib turgan ramkalar, hamma fasolda qilingan joylar o'zimiz qilib berganmiz. Dizaynni o'zimiz yarashadigan qilib taqib berganmiz. Bu suvdan emas, fasadning gipsdan emas, pokeydan bo'lgan. Ko'pchilikda pokey deganda tushuncha bu pachoq bo'ladigan, uzoq yashamaydigan narsa deyishyapti, lekin bu hozir proshniylari chiqqan, ya'ni ustidagi izolyatsiyasi juda ham qalin bo'ladi. Yana biz ustidan ishlov beramiz. Qasddan urilsa ham mana pachoq bo'lmaydigan variantida qilib berganmiz. Bu xizmatini qilib beradi. O'sha sinovdan o'tgani uchun buni taklif qilyapmiz. Ya'ni suvdan ham, gipsiyadan ham arzonga aylanadi bu narsa. Ustida ishlov berishimiz silan tekstura pisok variant qilib berganmiz, Lucentoga mos tushishi uchun. o'n 19 yillik tajribadan kelib chiqib, har qanaqa fasad xizmatini qilib bera olamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomerlar qoladi. Ziqnalik qilmasdan like bosib qo'ysanglar, YouTube kanalimiz rivojlanishi uchun. Instagramda usta bolalar deb yozsanglar, ancha yildan beri olib boramiz. U joyda ishlarimizni yana yaqqol ko'rishingiz mumkin.